Amaki yanga 2006-yil Matiz kelib qoldi. Bu Matizimizni hozir obzorini qilib o'tamiz. Sirazi sizlarni qiynamasdan boshidan aytib o'taman. Boshlang'ich to'lovi $350. Kuniga 66,000 so'mlik to'lovi bilan 20 oyga chiqadigan mashinamiz bor. Mashinamizning motor, ходовой korobkalari juda ham zo'r holatda. 2 sezonga yetadigan ballonlari ham turibdi. Mashinamizning oldi orqasi but-butun, faqat benzinda harakatlangan. Agar metan gaz qo'ymoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, bor yo'g'i yil oxirigacha ulgursangiz bo'ladi, metan gaz ruxsat olish imkoniyati egasiz. Mashinamizning saloniga keladigan bo'lsak, mashinamizning tarpetka, obshipkalari ham, salonlari ham juda ham zo'r holatda, chexollar, evakor poliklar taqib qo'yilgan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu mashinamizni egalariga bemalol chiqib, profil tagida qoldiramiz nomerlarini, aloqaga chiqib gaplashib olasizlar. Undan tashqari, Telegram kanalimizga ham o'tsanglar, Telegram kanalimizga ham qo'yib boryapmiz. Bemalol olib ulgurmagan bo'lsanglar, birinchi bo'lib Telegram kanalidan olib qo'yishyapti mashinamizni. Shoshilinglar, olib qolinglar.